biroda haqqi bo'lib turib, Alloh uchun kechirgan bo'lsa, tursin, jannatga kirib ketsin deyiladi. U kunda faqat birodarini avf qilgan kishilargina jannatga kiradi. Faman afa va aslaha fa ajruhu alalloh. Kim avf qilib isloh qilsa, uni ajri Alloh taoloning zimmasida bo'ladi. Avf qilishni o'rganaylik. Ba'zi bir bo'lgan ishlarda Alloh taolo uchun avf qildik deb turib kechirsak, inshaalloh oxiratga o'tib boradi. Sizni urgan odamni bir mush urib olarsiz, qancha maza qilasiz. Sizni so'kkanda bor bir marta so'yib olarsiz, qancha maza qilasiz. Shuni o'rniga qiyomat kunida har bitta odam jahannam olib kelib qo'yilganda, tiz cho'kib, bitta savobga muhtoj bo'lib turgan paytda, shu qilib qo'ygan avfingiz bilan jannatga kirib ketishni taklif qilinsa, rozi bo'lmaysizmi o'sha kunda? Alloh taolo avf qilishni kechiruvchi, karim bo'lgan zot. Siz bilan bizga mana shu sifatni nasib qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hadha va astaghfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.